foizda kreditlarimiz bor. Oliy tadbirkorlik dasturida 300 ming chiqqan asosida biznesga birinchi qadam, biznesga ko'mak, hamroh ayol degan kreditlarimiz bor. Hamroh ayolimiz kreditga ochgan ayollar tadbirkorlarga beriladi 100 million so'm miqdorigacha 24%dan. Oila tadbirkorlik kreditimiz 12,5%dan 3 yildan 4 yilgacha muddatga beriladi. Hokim yordam stansiyasi bilan ajratib olsangiz bo'ladi. Ta'lim kreditlarimiz bor. Ayollarga foizsiz davlat tomonidan qoplanib beriladi. Erkak kishilarga 14%dan. Qo'shimcha savollar bo'lsa marhamat. Kredit berilamiz. Kelinga o'xshab olsangiz, ta'lim krediti olsangiz. O'qishga qo'yish iloji yo'q. Ekzamen topshirasan, kirsang, kontrakt bo'lsa ta'lim